Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun muborak Laylatul Qadr kechasi. Bu kecha 1000 oydan afzal bo'lgan ulug' va barakotli kechadir. Allohim shu muborak kechada qo'llarimizni duoga ochib senga iltijo qilamiz. Musofir yurtda mehnat qilib, rizq izlab yurgan barcha vatandoshlarimizni o'z panohingda asra. Ularning mehnatlariga baraka ber, qalblariga sabr va kuch ato et. Oila a'zolari bilan tez orada sog'-salomat uchrashishni nasib qilgin. Yurtimizni, O'zbekistonimizni tinchlik, osoyishtalik va baraka bilan siylagan. Vatanimiz osmoni doimo musaffo bo'lsin. Xalqimiz bir-biriga mehr oqibatli bo'lsin. Kasallarimizga shifo, qarzorlarimizga najot, qalblarimizga iymon va xotirjamlik ato etgin. Allohim qilgan duolarimizni shu muborak kechada ijobat aylagin. Bizlarni hidoyatingdan ayirma va yaxshilik yo'ldan